İyi, bu nima? Tak, joyingda tur. Pulni chiqar. Qo'lingni ko'tar. Qimillama joyingdan. Mana shu taqayapman. Mashinangizga o'tiring. Kichik ukochasi hozir bir fuqaro yashil futbolka kiyib olgan. Jinoyat sodir etib turib, jinoyat joyidan yashirinishga harakat qilyapti. Patrul, yordam kerak, patrul. Joyingda tur. Tak, hurmatli fuqaro, men agent fib bo'laman, mana guvohnomam tanishib olishingiz mumkin. Siz Jinoyat kodeksining 17-qonun 1-bandiga ko'ra hibsga olindingiz. Hurmatli fuqaro, siz hozir huquqlaringiz bilan tanishtirib o'taman. Siz suqut saqlash, advokat yollash va o'zingizni tanishlaringizga bir marta qo'ng'iroq qilish huquqiga egasiz. Har bitta gapirilgan gap sudda o'zingizga qarshi ishlashi mumkin. Sizning huquqlaringiz tushunarlimi? Tushundim. Agent Fib siz bilan kelishib olsak bo'ladimi? Qanday kelishamiz aka? Shirinliklarni yoqtirasizmi? Ha. Shirinliklarga nazar tutyapsiz. Sizning partnyoringizga va sizga ozgina shirinlik beraman va men qaytib bu shtatda ko'rmaysiz. Nechta shirinlik bermoqchisiz hozir? Nechta shirinlik bor oldingizda? 4 dona. 4 donasi $4000 bo'ladi. Endi 4 donasi, to'g'rimi? Ha, bo'ldi unda. Agent chekaroq qoling. Oldimda $5000 pulim bor. Bo'ldi, 5000 yonda kelishsak bo'ladi. Hozir 5000 bersangiz biz sizni qo'yib yuboramiz. Endi sherigimga 2,5 beraman, o'zimga 2,5 da, tushunyapsizmi? Ratsiyaga aloqaga chiqib qo'yganman. Bo'ldi, bu yerda sizni qaytib ko'ramiz degan umiddamiz. O'zingiz ehtiyot qiling. Boshman. Da.